Keyingi videoda ko'pchilik endi hammani fikri har xil-ku. Masalan, menda bo'lgan anaqani aytaman. Menga olib bering. Men shuni ko'ray, ishlatib keyin sizga pulni beraman. Yo'q, qizlar. Kompaniya ham, fabrika ham sizga hech narsani qaranglar qancha kelgan. Черный SMI вообще chatga kirgan, qizil kitobga kirgizsangiz bo'ladi bu черный SMI'ni. Kompaniyaga kirdingizmi, mahsulotingizni bitta mahsulot olsangiz ham to'ylasangiz keladi. Bepul sizga ishlatib berilmaydi. Bir xil aytadi, "O, men eshitibman, shu birinchi beriladi, keyin anaqa qilinadi, biznes boshlanadi." Yo'q, qizlar. Unaqa yo'q hech qayerda. Hozir oftob mana oftob chiqib desangiz chiqmaydi. Chunki u narsani siz xohlashingiz kerak, so'rashingiz kerak, to'g'rimi? Qalbdan, chin yurakdan menga oftob ber deyishingiz kerak, u sizni eshitish kerak, to'g'rimi? Biznesdan ham xuddi shunaqa qizlar. Hech narsa besabab bo'lmaydi. Mani videolarim, mana qanchadan beri o'sha kuzatib kelasiz, ko'rasiz har kuni, to'g'rimi? Ulanaymi yo'qmi? Mana o'zimni qizlarim, menga ulangan qizlar mani oylab, yillab meni kuzatadi, keyin yozishadi. To'g'ri, bu narsa xato demayman, to'g'ri, lekin yillab oylab emas, qizlar. Kuzatinglar 2-3 kun, bir hafta kuzatinglar, lekin yillab oylab kuzatib kelgan qizlarim ham bor. Kelgandan keyin yaxshi ham asani barvaqt nima uchun senga kiymadim deb aytadi. Mana yangi katalogimiz, hozir yangi katalogimizda yangilar uchun sovg'a qo'yilgan shampun, maska, sivritka qo'yilgan. Oddiy keldingiz o'zingiz uchun, uyingiz uchun narsangizni olasiz va mana shu 3 ta narsaga siz podarka ketadi sizga. Tamom, kompliment. Qayerda bor bunaqa narsa aytinglar? Qayerda bor bunaqa magazin, kompaniya? Bepulga ulanyapsiz. Bepul tasavvur qilinglar.